Moskvada hozir paytda 17 Pro Max 256 taligi aynan mana shu svetdagisi hech bo'lib turadi degan savolga javob bermoqchiman. İnternetda ko'ryapman, ba'zi joylarda 96 ming ham turibdi, ba'zi joylarda 99 ming ham turibdi, 105 ming ham turibdi. Endi hammaning ichida samleniya, ya'ni shubha bo'lishi mumkin. Menda xuddi shunaqa holat bo'ldi. Misol telefon olishim kerak. Ya'ni buni bir marta toptirib, misol tashlaveradigan narsa emas. To'g'ri. Ancha xizmat qilish kerak. Shuning uchun original telefon kerak bo'lsa, bilaman, juda ham ko'p joylarda yaxshi, ishonchli telefon do'konlar va original telefon sotadigan joylar bor. Men o'zim tanigan, bilgan ukamga sizlarga savet berib, tavsiya qilaman. Sanjarbek ukamga aloqaga chiqinglar. Salkam 6-7 yildan beri shu do'konida savdo qiladi. Kimlar ekan biladi yo bilmaydi. Bugun nasib bo'lsa shu 17 ni oldik. Juda ham arzon narxlarda. Narxi qizig'i bo'lsa, ukam profilini xizmatga qilib qo'yaman. O'ziga aloqaga chiqib, kunda opsiyada telefon nomeri turibdi. Ya'ni kommentariyani birinchi tepasida telefon qilib so'rasanglar bo'laveradi. Keyin haligi hozir payt hit bo'layotgan haligi 7,5 ming, 8 minglik telefonlar sotuvda ekan. Ana shu telefonni meni videomni ko'rib keladiganlarga 6900 rubldan videomni ko'rib, Hayotbo'y nomidan keldim. Mesela 6900 rublga berar ekan telefonni, qo'shimchasiga naushniklar berar ekan. Ya'ni 1490 so'mlikka naushnikni bepulga sovg'a qilaman. Nechta odam bo'lsa ham kelsin dedi. Shuncha akalar sizga savet. Videoda shu darajada olganimga akalar like bosinglar bo'ladi, qaranglar. Mana shu qilib ketyapti. Mana gapga maza qilib endi ishlataman. Videolar tiniq-tiniqlari endi chiqadi. Sog' bo'linglar, Allohga omonat, ishonchli telefon kerak bo'lsa, ya'ni original ukamga aloqaga chiqarasizlar.